Assalomu hurmatli tinglovchilar. Men Charip Shazbek, 36-yillik yosh talabaman. Bugungi video darsimizning mavzusi kompyuter ko'rish. Mavzumizda 3 ta reja mavjud. Birinchisi tasvirni aniqlash, ikkinchisi yuzni tanish, uchinchisi obyektlarni aniqlash. Keling, mana bir rejalar haqida ma'lumot berib o'taman. Tasvirni aniqlash. Tasvirni aniqlash bu sun'iy intellektning har bir yo'nalishi bo'lib, kompyuterga raqamli tasvirlar, foto yoki video tarkibidagi obyektlar, odamlar, o'lchamlar harakatlarini ko'rish, tahlil qilish va turkumlash imkonini beradi. Piksellarni tahlil qilish tasvirning har tahlil bir nuqta rang va yorug'lik darajasiga ko'ra hajm qiymatiga ega bo'ladi. Xususiyatlarni olish. Logaritm tasvirdagi chiziqlar, burchaklar, rang va shakllarni bildiradi. Klassifikatsiya. Mashinani o'qitish. Mashinalar modellari ushbu mahsulotlarni avvaldan o'rgatilgan ma'lumotlar bazasi bilan solishtiradi. Bu avtomobil yoki bu inson degan ma'noni ishlab chiqadi. Piksel darajasidan semantik darajaga. Algoritm tasvirni qabul qilganda birinchi qatlamlarda faqat nuqtalar va chiziqlarni ko'radi. Qatlamlarda bular shakllarga, doira, kvadrat, so'ngra murakkab qismlarga, ko'z, g'ildirak, bargga aylanadi. Eng ko'p qatlamda barcha qismlar birlashib, obyektning yaxlit-nomi, mushuk yoki daraxt yaratiladi. Real vaqt rejimida deteksiya. Real-time detection. Oltinlari bitta rasmni tahlil qilish uchun soniyalar kerak bo'lsa, hozirda yo'li dastur orqali uni soniyasiga qilish 100 ta kadrni qayta ishlay oladi. Bu haydovchisiz avtomobillarga bir dastur o'zida ham piyodani, ham svetoforni, ham yo'l belgisini, soniyaning ham urishda tanishdan iborat bo'ladi. Xususiyatlari mavjudligi. Kompyuter rasmning har bir holati o'ziga xos filtrlar orqali o'tkaziladi. Masalan, bitta filtr faqat gavjlantir chiziqlarni olsa, boshqasi rang kartasini tahlil qiladi. O'z-o'zini optimallashtirish. Mashinani o'rnatish usuli. Algoritm xato qilsa, teskari aloqa orqali o'z filtrlarini o'zgartiradi va keyingi safar aniqroq natija berishni o'rganadi. Edge computing. Tasvirni baholash uchun ma'lumotlarni katta serverlarga yuborish shart emas. Zamonaviy smartfonlar va datchiklarning o'zida maxsus MPU chiplari mavjud. Bu ma'lumotlar tanishning qulaylik. Yuzni telefonda qoladi va bulutga chiqmaydi va internetga bog'lanmagan holda tez jihozni ta'minlash mumkin. Ikkinchi rejamiz yuzni tanish. Yuzni tanish bu tasvirni baholash eng yuqori bosqichi bo'lib, notiq bu inson baholash va mumkin baholash aniqlaydi jarayonlardan iborat. Yuzni aniqlash. Kamera kadr ichidan inson yuz portretini oladi. Bunda fon, kiyim-kechaklarni tahlildan yoki boshqa yo'ldan olib tashlash. Nuqtalarni aniqlash. Algoritm yuzdagi o'zgarmas nuqtalarni qidiradi. Masalan, ko'zlar markazi, burun uchi, lab burchaklari va iyak shakli. Zamonaviy tizimlar yuzda 18 dan 128 gacha geometrik nuqtalarni yuklash. Yuz geometriyasini o'lchash. Masofalar va burchaklar qiladi. Masalan, ko'zlar masofa yoki peshonaning asboblari. Klassik print. Yuz kodi olish barcha o'lchovlar onalarga solinadi va yo'q hisob kod yuz izi. Matematik bu ehtiyoj kam har bir insondan turlicha bo'ladi. Taqqoslash. Hosil bo'lgan kod ma'lumotlar bazasidagi kodlar bilan solishtiriladi. Munosib tezlik aniqlanadi.
Masalan, yoshlik tezligi 99.18% tashkil etadi. Yuzni tanish tizimlarining eng katta muammo bu aldash kasallikdir. Shuncha insonning fotosuratlarning kopyasini kamera oldiga qo'yib, tizimni aniqlashni uchun Liveness deteksion texnologiyasi qo'llaniladi. Hujjatlarni 3D skanerlash iPhone'dagi Face ID kabi tizimlar infraqizillar yordamida yuzning hajmini o'lchaydi. Oddiy rasm faqat bo'lgani uchun tizim uni rad etadi. Harakat tahlili Active Liveness tizim foydalanuvchidan ma'lum bir harakatni so'raydi. Ko'z qisish, boshni burish yoki tabassum qilish. Bu rasm emas, balki tirik inson ekanligini bildiradi. Issiqlik tahlili ayrim yuqori tekshiruv kameralari inson yuzidagi qonidan chiqadigan issiqlikni sezadi. Niqoblar yoki sun'iy materiallar bunday issiqlikni berib olmaydi. Yuzni tanishda 2D va 3D modellashtirish farqlar va afzalliklari taqdimotda yuzni tanish aniq sinovni amalga oshirish uchun ushbu ikki texnologiyani aniqlik kuzatish juda muhim. Bu tizimga ishonchli foydalanish. 2D yuzni tanish bu eng keng tarqalgan usul bo'lib, oddiy kameralar, smartfon old kamerasi, kuzatuv kameralari ishlaydi. Bu yuzning tekis tasvirini tahlil qiladi. Kamchiligi yoritish yetarli bo'lmasa yoki inson yuzi rasmga tushirilgan bo'lsa, tasvir adashishi mumkin. 3D yuzni tanish bu texnologiya yuzning baland pastligi, burun shakli va chuqurligini o'lchaydi. Masalan, Apple Face ID tizimi yuzning 30 mingdan ortiq ko'rinmas infraqizil nuqtalarni pixellash orqali yuzning ich o'lchamini tuzadi. Buning afzalligi bu usulni fotosurat yoki video bilan aldab bo'lmaydi. U hatto oddiy yorug'likni tanimaydi, chunki u oddiy yorug'likka moslashmagan. Har qanday texnologiya kabi yuzni tanish tizimi ham o'zining ijtimoiy va etik muammolariga ega. Bu ma'lumot taqdimotingizda ovozni har xil qilganingizni ko'pgina shaxsiy ma'lumotlar daxlsizligi, jamoat joylarida ishlashlarning yuzlarini tanish kameralar ruxsatsiz tekshiruv harakatlarini kuzatishi mumkin. Bu ko'plab davlatlarda, masalan, Yevropada qat'iy qonunlar bilan tartibga solinadi. Algoritmdalik yorug'lik xatosi ko'rsatadiki, ayrim AI modellari yoki tashqi ko'rinishga qarab tanishda xatoga yo'l qo'yishi mumkin. Buning uchun zamonaviy muhandislar turli irq va millat ma'lumotlari orasida neyron tarmoqlarni ta'minlash, adolatli qilib o'tish ustida ishlamoqda. Ma'lumotlardan agar yuz kodlari, biometrik ma'lumotlar o'g'irlansa, parollardan farqli o'laroq o'zgartirilmaydi. Shu sababli zamonaviy tizimlar ma'lumotlarni hash ko'rinishida saqlaydi, ya'ni kodni qayta rasmga aylantirib bo'lmaydigan qilib shifrlaydi. Obyektlarni aniqlash klassifikatsiya va lokalizatsiya sintezi. Obyektlarni tekshirish Object detection kompyuter qo'yish qulash murakkab vazifa bo'lib, o'rtasida o'zida savol-javob beradi. Klassifikatsiya obyektlarni turini aniqlash, masalan, mashina, inson, qayerda. Lokalizatsiya obyektning rasmdan koordinat tomonidan topish va uni Pollywox fikrlovchi ramkani bilish. Oddiy tasvirni aniqlash algoritmidan farqi tasvirlangan obyektlarni rejalashtirish. Bitta obyektni bir vaqtda taniy oladi, har bir alohida label ko'rsatadi. Obyektlarni payqab ishlashtirish texnik avlodi taqdimotingizda ish va texnologiyaning rivojlanishini ko'rsatish juda muhim. Soat qilgan sakrashni amalga oshiradi. RSN region basit ism oilasi bu algoritmni tashishda bir necha mingta shubhali yo'nalishni tanlab oladi va har bir bayonni neyrondan o'tkazadi. Bu usul juda aniq, lekin juda sekin, yarim vaqt uchun maxsus emas. Yo'la bu inqilobiy algoritm bo'lib, tasvirga faqat bir marta qaraydi va barcha obyektlarni o'zida aniqlaydi. Yo'la soniyasiga 45-150 kadrlarda ishlay olgani uchun
Videokamera va haydovchisiz avtomobillar standart ishlaydi. SST yagona zarbalar qutili detektor. Shu bilan videodarsimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Biror bir savol yoki mulohazalar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada bildirib ketishingiz mumkin.